Qachondan beri og'riyapti belingiz? Anchadan beri. Anchadan beri og'riyapti? Man qayerdan og'riyapti? Ana shu ikki Chekkasi. Nima ish qilasiz? Beryapti oyoqqa. Yo'q. Yoting. Yoting? Osmonga qarab yoting. Uyushyapti oyoqlaringiz. Yo'q. Ha, uyushadi. Uyushib turadi. Bu ish tashlagan yog'ingiz bermi? Menga tashab qo'yasiz. Tortishyapti oyoq. Oyoq emas. Tortishyapti. Mavidan bo'lyapti tortish. Yo'q. Yo'q-a? Qo'yib bo'sh tashlang. Bo'sh tashlang. Ha, shunday tashlang. Og'riq bermayaptimi? Yo'q. Yo'q-a? Buni ham bo'sh tashlang. Bunisi tortishyapti. Ha. Mamida yo'qmi? Yo'q. Ko'proq mamida, ha? Ha. Qachondan turing? Qachondan boshlandi bu og'riq? Hatto avvaldan ozgina og'rib turarmi? Yotganingizda o'ngga chapga burilasiz-ku uxlashda. Og'ir beryapti? Ha. Beryapti. O'tiring. Aka, buni bel umurtqangizdan beryapti muammo. Tortganda tortishyapti-ku, mana sidalish nerv bilan og'riq beryapti. Mana bel umurtqangiz, sariq nerv beldan oyoq orqasidan tushyapti. Sizga tortishgan joy mana tortishyapti, mana nerv sariq. Mana bu yerda qisilish bor sizda hozir bel umurtqada. Tushunyapsizmi? Mana bel umurtqa ochasiz, keyin mana qo'yadi. U ishlari ham qon tomirim tushgan qizillar. Mana qon tomirim qisilgan, nerv ham qisilgan. Oyoqqa yaxshi og'izga tushmayapti degan. Tushunyapsizmi? Qisqa qilib lo'nda tushuntirganim shunaqa. Bu uchun qutulaman desiz, yodda o'rganishingiz kerak. Og'riq qoldira olmasangiz, uyda davolarsizda bo'ladi. Yodda o'rganish kerak. Nechta olish kerak? Endi holatingizdan kelib chiqib ko'ramiz. Может 5 kun, может 8 kun, может 10 kun. Maksimal 10 kun, minimal 5 kun.